дереза. На окне играет там. Я сказал, иди домой, там, кричили. Он не слышали, там, ребенок не слышали. Assalomu alaykum deb qolamiz aziz obunachilarim. Sizlar bilan Uskum TV kanali, bu men Komiljon do'stlar, studiyada mikrofoni qarshisida. Bugungi xabarlarimiz qana do'stlar? Hozir videoni ko'rdingizlar. Xayrullo aka Ibadillayev Sankt-Peterburgda Rossiyaning qahramoniga, geroyiga aylandi. Gubernatordan ham unvonlar oldi. 1 million rubl pul oldi. Ozarbayjonliklarga 200 ming qanchayam rubl berib ketdi, dobrichilik qilib, shunaqa bir o'zini ko'rsatganligi uchun. Bu narsa ko'pchilik musofirlarimizga ancha foydasi tegdi. Bizning musofirlarimiz Rossiyada ko'rib turgan bo'lsangizlar, anchagina qadriyati tushib ketgan edi. Mana bu akamiz Xayrullo aka ko'rsatib qo'ydi. Bizning musofirlarimiz qanaqa dobri, yaxshi insonligini ko'rsatib qo'ydi butun Rossiyaga, даже butun dunyoga ko'rsatib qo'ydi O'zbekiston xalqini, O'zbekiston insonlarini qanaqaligini. Videolarni barchasini kanallarimda qo'yganman, ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Shu paytgacha qo'ydik-ku, mayli, lekin har kun Instagramga kirsak, har kun chiqyapti. Birinchi, ikkinchi kunlari Xayrullo akaning yuzlarida bir boshqacha edi. Hozir oxirgi paytda o'zi poxodu nadayel bo'lib ketdim deyman. Har kuni haligi Arzidental akamiz yonida yuribdi, Iskandar Makedonovskiy bordi, boshida poddeshka qildi, kiyintirib ketdi, efir yuziga chiqish uchun, borish uchun normal kiyim-kechak qilamiz dedi, kiyim-kechakga olib berishdi. Buni hamma yo'g'ini qilishdi. Lekin akani nadayel g'ormayaptimikan deymanda. Har kuni har kim borib intervyu olib, boshqa qilib endi akadek degan deb Instagramda aylantiraverib ketsin. Aka ham O'zbekistonga kelsin endi inshaalloh eson-omon. Yaqinda mana G'uzor tumani hokimi ham uyiga televizor olib borib podarka qilib ketdi. Endi televizor kam bo'lsa ham ko'p o'rniga. Lekin bir narsani aytaman-da, bizning musofirda yurgan bundan-da boshqa qancha dvorniklarimiz bor, qancha bundan ham og'ir ishda ishlayotgan aka-ukalarimiz bor. Ana shulardan ham borib kamgina xabarlashishingizni so'ragan bo'lardim. Mana shu Instagram tarmoqlarida video roliklarni chiqarib, intervyularni olib turgan insonlardan. O'shalarni ham yoniga borib, o'shalarni ham zvezda qiling, o'shalarni ham gero qilib, yordam qilib, misol vaqtingizni ketkazib yuribsiz-ku mana yonida. Misol boshqa bir insonni ham yoniga bor vaqtingizni ketkazib, Instagram nima qilib, poddeshka qilib olib, kamgina yordam berib. Endi to'g'ri erkak kishini nimasi bilan o'ynashsa ham omadi bilan o'ynashma deydi. Omadi keldi ekan, malades. Endi akaga zelyonni Rossiyaga borsa ham shunday medalni ko'rsatadi. Davay deydi, отдай мой patent deydi, все. Hammasi hal bo'ladi. Men aytadiganim shu, sizlarga aytib qo'yay dedim. Xayrullo akaga omad tilaymiz. Xudo xolasa uylariga eson yetib olsinlar, farzandlari bag'riga. Qarzlarimni jo'taman dedi, ota-onamni hajga yuboraman dedi, ilohim niyatlariga yetsin. Oxirigacha videoni ko'rganlar sog' salomat bo'linglar, kanalga obuna bo'lib kuzatib boringlar. Xudo xohlasa bunaqa bachkana videolarimiz manfaatli, kerakli yangiliklarni sizlarga qo'yib boraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Uskum TV kanali bo'ldi.